Assalomu alaykum aziz obunachilarim, Mikoyim oshxonasiga xush kelibsiz. Bugun sizlar bilan cho'qi bilinchik o'tamiz. Marhamat tomosha qiling. Bismillah deb ishimizni boshlab olamiz. Birinchi navbatda idishimizga 1 litr atrofida sut quyib olamiz. Ustidan 1 choy qoshiqda tuz qo'shib olamiz. Ketidan 2 osh qoshiqda shakar qo'shib olamiz. Massamizga 2 dona tuxum chaqib olamiz. 1 choy qoshiq zirhli tel qo'shib, ustidan 100 gramda yog' qo'shib olamiz. Endi massamizni yaxshilab vinchik yordamida aralashtirib olinadi. Aralashmamiz ustiga taxminan 2 stakan atrofida un solinadi va 2-3 qoshiqda kakao qo'shib olinadi. Elakdan o'tkazib, buni ham bir xil massa bo'lgunicha aralashtirib olamiz. Agarda quyilib ketsa, yana sut yoki suv qo'shishni unutmang. Mana massamiz tayyor bo'ldi. Endi buni qizib turgan tovada bir cho'michdan solib pishirib olinadi. Albatta siz birinchi pishirishni juda ham yaxshi bilasiz, lekin kakaoli bo'lgani uchun buni rangi qoramtirroq bo'lib chiqadi. Mana barchasini pishirib oldik. Endi bunga xohlagan nachinkadan qo'yishingiz mumkin. Kanalimda bir necha marotaba tvorожный sirdan nachinka tayyorlaganman. Albatta siz ham xuddi shu uslubda tayyorlab ko'rishingiz mumkin. Nachinkadan qo'yib, xohishga qarab bilinchik shaklida ichiga malina yoki olchalarni o'rab tugib olishingiz mumkin. Yana bir uslubni ko'rsatib o'taman. Bir necha qavatli bilinchiklarimizni taxlab olamiz va oralariga krem, olcha, malinalardan sepib olib, xuddi shunaqa rulet holatida o'rab olasiz. O'ralgan ruletlarimizni muzlatgichda 1 soatga olib qo'yamiz. Mana tayyor bo'lgandan keyin ustiga xohishga qarab shokoladni glazur yoki shokoladni eritib quyib olishingiz mumkin va ustini siz yoqtirgancha bezatib olishingiz mumkin. Azizlarim, kakaoli birinchimiz tayyor bo'ldi. Endi buni kesib dasturxonga chiroyli qilib bezatib tortib olamiz. Albatta mazali, juda ham yumshoq, ayniqsa cheese krem va olchali nachinkasi bilan ayni muddao. Siz ham tayyorlab ko'ring va mazasiga o'zingiz baho bering. Kelasi videolargacha sizlar bilan g'oyibona diydor qadar xayrlashib qolaman. Xayr omon bo'ling.